Junub holatda tong atqizib ro'za tutish. Savol: Assalomu alaykum. Junublikdan yuyinib bo'lguncha tong etib qolsa, ro'za to'g'ri bo'lamdi? Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavabatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Junublik degan ya hayz ya nifas bo'ladi. Bu ayollarda ko'riladi yoki jimo qilish, ehtilom bo'lish yoki o'yg'oq chog'da shahvat bilan ma'ni chiqish bo'ladi. Bu er va ayollarda o'xshash ko'riladi. Hayz bilan nifas bor holatda tong atsa, ro'za tutish harom bo'ladi. Shunday holatda ayol kishi ro'za tutsa, ro'zasi to'g'ri bo'lmaslik bilan birga gunoh ish qilgan bo'ladi. Lekin tong etishdan burun qon butunlay to'xtab bo'lsa, andin tong atgandan keyin yuyunsa, bu ahvolda ro'zasi to'g'ri bo'ladi. Chunki ro'za tutish uchun yuyinish shart emas, ammo namoz o'qish uchun yuyinish shart. Ammo hayz va nifasdan boshqa er va ayollarda o'rtaq ko'riladigan boshqa junubliklar uchun aytganda, masalan, jima yoki ehtilomdan keyin g'usuldan burun tong atib qolsa, tutgan ro'zasi to'g'ri bo'ladi. Hazrati Aisha va Ummu Salama radhiyallohu anhalar rivoyat qilgan sahih hadisda kelganki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayollar bilan birga bo'lib, junub holatida tong atqizib, g'usul qilib ro'za tutaveradi. Imom Muslim Hazrati Ummu Salama rivoyatida qazosini qilmaydi deb ortiq rivoyat qilgan. Bu hadis tuvandagi mazmunlarni bildiradi. Birinchi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kechida jimo qiladi. Ba'zida u taxa yuyinmagan junub holatda tong etib qoladi yoki bomdodga azon chiqib qoladi. Shunda holatda u zot ro'za tutaverib, andin azon chiqib bo'lgandan keyin yuyinadi-da, ro'zasini davomlashtiradi. Qazo qilmaydi. Ikkinchi, bu Ramazon ro'zasi bo'lsin, boshqa chog'lardagi ro'za bo'lsin, Ramazondek vojib ro'za bilan boshqa nafl ro'zalar bo'lsin, hammani o'z ichiga oladigan umumiy bir hukm. Imom Ibn Kasir bu 4 imomning shundaqla ilgari va keyingi ko'pchilik olimlarning qarishidir dedi. Uchinchi, kechida jimo yoki boshqa sababdan junub bo'lib qolganlarning ro'zasi to'g'ri bo'ladi. To'rtinchi, jimodan yuyinishdan burun ro'za tutsa to'g'ri bo'lsa, boshqa turli junublikda yuyinishdan burun ro'za tutsa albatta to'g'ri bo'ladi. Beshinchi, Ramazon kechalarida tong atishdan sal burun jimo qilishga bo'ladi. Oltinchi, jimoda tong atib qolsa yoki bomdodga azon o'qilib qolsa, darhol jimoni to'xtatish kerak. To'xtatib olsa, qazo qilish yoki kafarat berish ketmaydi. Bu ko'pchilik olimlarning qarashi. Bir qism olimlar to'xtatib olsa-mu qazo qilish va kafarat berish vojib bo'ladi deb qaragan. Janobi Allohning ro'za kechalarida ayollaringlarga yaqinchilik qilish sizlarga halol qilindi. Ular sizlar uchun kiyimdir. Sizlarmi ular uchun kiyimsizlar. Allah o'zinglarni aldaganliklaringlarni, ya'ni ro'za kechasida yaqinchilik qilganinglarni bildi. Allah tavbanglarni qabul qildi. Sizlarni afv qildi. Endi bundan keyin Ramazon kechalarida ularga yaqinchilik qilinglar. Allah sizlarga putganni talab qilinglar degan oyatimi junub holatda ro'za tutib, andin g'usulga dalolat qiladi. Chunki tong yo'rg'an qadar jimo qilish muboh bo'ladi ekan, ro'za tutgan kishi g'usulsiz holatda tong atqizib qilishi cho'qim. Shunga uning ro'zasi to'g'ri bo'laveradi. Junublik ro'za tutishga to'salg'i bo'la olmaydi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 92-nomerlik fatvo.